Otabek Umarov FIA senatiga kirdi. O'zbekiston uchun yangi tarix ochildi. O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Otabek Umarov xalqaro avtosport dunyosidagi eng yuqori qaror qabul qiluvchi maydonlardan biriga FIA senati tarkibiga a'zo etib kiritildi. Bu haqda O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Bu tanlov faqat lavozim emas, katta ramz. Chunki FIA senati federatsiya boshqaruvidagi eng yuqori organlardan biri hisoblanadi. Demak, Markaziy Osiyo avtosport va mobillik yo'nalishida global qarorlar muhokama qilinadigan darajada yanada ko'rinarli va ta'sirli vakillikka ega bo'lmoqda. Ma'lumot uchun, FIA 149 davlatdan 200 dan ortiq milliy tashkilotlarni birlashtirgan ulkan tizim. Bu dunyodagi eng nufuzli musobaqalar, Formula 1 va Formula E kabi chempionatlarni tartibga solishda asosiy qoidalarni belgilaydi. Shu ma'noda O'zbekiston vakilining senatga kirishi mamlakatning sport diplomatiyasida yangi tezlikka chiqqaniga o'xshaydi. Endi biz faqat ishtirokchi emas, muhokama maydonida ham bormiz. Bu qaror nimani anglatadi? Birinchidan, O'zbekiston xalqaro sport tuzilmalaridagi o'rni yanada mustahkamlanadi. Bu kelajakda yangi sheriklar, yangi loyihalar degani. Ikkinchidan, yirik xalqaro musobaqalarni jalb qilish imkoniyatlari kengayadi. Katta turnirlar kelishi, turizm, servis, media va iqtisodiy harakatning ham o'sishi. Qisqasi, sport iqtisodiyot motori degan gap bekor emas. Uchinchidan, zamonaviy sport infratuzilmasini rivojlantirishga turtki bo'ladi. Avtosportda standartlar qattiq, xavfsizlik, logistika, texnologiya hammasi yuqori talab qiladi. Bu esa ichki tizimni ham kuchaytiradi. To'rtinchidan, O'zbekiston global sport maydonida ishonchli hamkor sifatidagi imiji yanada mustahkamlanadi. Qisqasi, FIA senatiga tayinlash O'zbekistonning sport va mobillik yo'nalishida xalqaro nufuzini oshirishga qaratilgan tizimli ishlarning mantiqiy davomi bo'ladi. Endi eng muhimi, shu imkoniyatni qog'ozdagi yutuq qilib qo'ymay, real loyihalar, musobaqalar va infratuzilmaga aylantirish. Shu bo'lsa bomba.